mayk o'tiring, keyin mayk o'tiring. Ben nimaga o'tiradi hozir kelib? Yerga o'tiradi. Ana mehr olsanda mehr berasiz menga. Qanday gapga? Hozir. O'zi qarang. Ana men maqsadga arada qap loyiga bunday qilib hozir mana 24-yil hashar yo'qolib ketgan deyishadi. Mana oqibat bo'lsa hashar bo'laverar ekan. Do'stlar, oqibat bo'lsa mana do'stim lola demoqda. Shunlar deyishmagan, mana. Yo'q. Aylanmayman bo'ldi. Mana. Ko'rsatishga bunlar. Olyapman. Do'stlar, mana do'stlar. Do'stlar bor bo'lsa oqibat mana bunaqa bo'ladi. Hashar yo'qolib ketgan deyishsan mana. Ko'rishyapsan mana. Mana. Do'stlar. Ha, birlikka kirgan chollar mana. Mana do'stim ham mana. Yoshim katta demayapti mana. Yoshim katta demasdan mana loyni choplab uryapti mana. Loy ishi eng og'ir ish. Ilohimjon bola yaxshi bola bo'ladi Ilohimjon. Baquvvat. Mana Ma'marjon do'stim bor bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana Ilhomjon mana Ilhomjon. Birinchi marta loy ish qilyapti. ko'zimga bo'lsa. Mana shu bola umuman loy tugul kessag ham ushlamagan hojatxonaga kirib. Ha. Do'stim bor bo'lsin. Omon bo'linglar. Omon bo'linglar. Ha? Mana Salimjonda qilib loy tashiydigan inson yo'q mana. Mashlarni ishga solayotgan mashi bola. Mashi bola bo'ladi mana Salimjon. Mashlarni nuqul ishga solayotgan mashi loydir guz bergan bola mashi bola. Mashi bola Rustamjon bo'ladi mana. Umri uzoq bo'lsin. Oriyat kuchidan mashi ish loy qilyapti mana. Loy solib beryapti faqatga. Mashi do'stim ishni boshida turgan mashi Shuhratjon do'stimiz bo'ladi mana mashi. Hozir va'dani berib qo'yib yana ikkita qo'shib yuborsammikin turibdi ish og'irligidan. Yo'q do'st. Mashi yetadi do'st. Dagovorda ha. Xudo xolasa bu uylar uzoq yillar xizmat qiladi mana zurriyotlariga. Alloh nasib qilsin mana shu joylarda maza qilib yashash. Amal ketib qolmaydi.